Assalomu alaykum do'stlar. Hamma yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlarmi? Do'stlar, yangi kirganlar uchun aytib o'tay do'stlar. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib turingizlar. Shtobi yaqinda juda ham videoning dahshati va shu videoni qattig'i chiqadi jigarlar. O'sha videorolikni ko'rish uchun albatta sizlar kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib turishinglar kerak jigarlar. Men esa bugungi videorolikda sizlarga TronPix saytidan vobshe ham bir dahshat pul chiqarib ko'rsataman. Qo'ldan kelgancha albatta jigarlar, lekin bu adashmasam bu TronPix saytidan где-то 55-marotaba pul chiqarishim jigarlar. 55-marotaba. Bu tarixda ham bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmasa kerak, lekin LitePix saytidan ham to'g'risi bir 50 marta pul chiqarib qo'yganman jigarlar. To'g'risi, o'zingizlar bilasizlar, ko'pchilik biladi. Telegram kanalimga постоянно men cheklarni, hamma ma'lumotlarni berib boraman o'sha Telegram kanalimda. Telegram kanalimda ham kim yo'q bo'lsa, srochno kirib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, o'sha yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar jigarlar. Video cho'zilib ketmasligi uchun men videorolikni boshlayman, lekin undan oldin yana bitta yangi ma'lumotni aytib o'tishim kerak. Juda ham ko'pchilik savol beradi jigarlar, shuning uchun aytib o'tmasam bo'lmaydi sizlarga. Mana bu King sayti bor-ku jigarlar. King saytlari hozir 5-6 ta King sayti bo'lsa, o'sha King saytlari hozir to'lashdan to'xtadi menimcha, yoki bo'lmasa kimgadir to'layapti, kimgadir to'lamayapti jigarlar. Shunaqa vaziyat bo'lib turibdi hozircha. Shuning uchun hozircha men King saytlarida ishlamay turingizlar degan bo'lardim. Faqatgina Pix saytlarida gazni bosaveramiz. Chunki Pix saytlari hozirda vobshe konkretni joy-joyida qoidaviy deydi jigarlar. O'shanaqa vobshe cho'tki to'lab beryapti jigarlar. O'shaning uchun Pix saytlarida gazni bosaveramiz. Bitta savol beribdi jigarlar. Mana shu saytlar yopilib ketadimi deb jigarlar. O'zi bunday o'ylab qarasak, boshda ishlatib o'ylasak agar, odam boshi bilan o'ylasa, bunaqa saytlar umuman yopilishi kerak emas-da jigarlar. Nimaga? Sababi bunaqa saytlarda juda ham оборот katta jigarlar. Foyda juda ham shunga qarab, foyda ham juda ham katta bo'ladi. Foyda ko'p bo'lgan joyda u narsa yopilmaydi jigarlar. O'zi mana bu Pix saytlari bilasizlar, где-то 4-yil ketyaptimi hozir? Shundaqada menimcha, yo 3-yil yo 4-yil ketyapti. O'zim ish boshlaganimga. O'zi bundan ham oldinroq chiqqan bu Pix saytlari. Короче, nima desam do'stlar, hozirgacha yaxshi ishlab kelyapti. Xudoga shukr, ko'z tegmasin, normal pul chiqaryapmiz. Hammasi joy-joyida to'lab beryapti. Lekin King saytlariga shu nimadir bo'ldi, shu to'xtadi hozircha jigarlar. O'shaning uchun King saytlarida ishlamay turamiz. Keyin do'stlar, mana bu Payer Cashlog'ini ham bilasizlar, ko'pchilik nima qildi. Mana shu Payer Cashlog'i ham shuncha yildan beri ishlab kelayotgan edi. Shu nimadir bo'ldi shular shu ishni to'xtatdi do'stlar. Payer Cashlog'i umuman yopildi do'stlar, hech joyda ishlamaydi hozir. Sababi nimadir bo'lgan, nimadir bo'lgan, shular yopilishga majbur bo'ldi. Bo'lmasa bundaqa katta proyekt yopilmash kerak edi. Chunki ularda juda ham foyda katta bo'ladi do'stlar. Cashlog'da bilasizlar, chiqarishda ham, depozit qilishda ham, suda hamma joydan komissiyadan juda ham katta pul ishlardi ular, lekin afsuski o'sha narsa ham yopildi jigarlar. Nima demoqchiman jigarlar, shu просто tak o'ylab harakat qilish kerak. Lekin yaqinda chiqarmoqchi bo'lgan videoroligim vobshe konkretni bo'ladi jigarlar. U sayt payt emas jigarlar, u vobshe konkretni bo'ladi. Vobshe konkretni pul ishlash yo'li, lekin o'shani ham baribir hamma bo'lmasa ham albatta kimni qo'ldan kelsa, albatta xudo xolisa vobshe zo'r pul ishlaydigan videorolik chiqaraman xudo xolisa. Hammaga omad jigarlar, ko'p gapirgan bo'lsam oldindan uzr, lekin mana u esdan chiqmasin. Mana uni bitta bo'lsa ham tashab ketinglar. Hech bo'lmaganda yarimta bo'lsa ham tashab ketinglar jigarlar. Paddeshka uchun bizga motivatsiya bo'ladi. Shunga qarab bizlar sizlar uchun qo'ldan kelgancha yaxshi videoroliklar tayyorlab chiqarib turamiz jigarlar. Hammaga omad, gazni bosamiz. Men esa videorolikni boshladim. Bilmaydiganlar ko'ringizlar, gazini bosingizlar. Lekin majburiy emas jigarlar. Hech qachon hech kimni majburlamaganman, bundan keyin ham majburlamayman ishla deb. Просто tak sizlarga o'zim ishlab kelayotgan narsalarni sizlarga videorolik qilib ko'rsatyapman. Kimga ma'qul kelsa gazini bossing, kimga ma'qul kelmasa indamay o'tirsin, tamom. Gaz zuyim deydi-ku. Xo'p jigarlar, mana videoroligimizni boshladik. Bu mana bu sayt do'stlar TronPix sayti bo'ladi. Saytga kirganimizda birinchi navbatda albatta biz mana bu joyga kirib, mana setting degan joyga kirib, elektron pochtamizni aktivlashtirib qo'yishimiz kerak. Keyin esa polностью gazini bosamiz do'stlar. Aytib o'tganimdek, mana bu saytda har soatda kapcha terib pul ishlaymiz. Eng pastiga tushamiz va mana bu kapchani teramiz va mana bu claimni bosamiz. Bizga qanchadir summa beradi, ya'ni Tron kriptovalyutasini beradi. Ya'ni nima demoqchiman do'stlar, har soat bunda urovень degan narsasi bor. 8 talik urovеньdan iborat. Kimda urovni qaysi urovеньda bo'lsa, har soatda kapcha terganimiz uchun o'sha summani beradi. Masalan, men hozir 5-urovеньdaman, 0.25 Tron kriptovalyutasini beradi. Hozir kapchani teraman. Kapcha terildi, claimni bosdim.
Balansimga qarab turasizlar. 0.25 qo'shiladi hozir balansimga. Tak, internet juda ham tez ishlayapti shekilli. Zagruska ham o'ldi bu yog'i. Tak. Bo'laydi tez-tez. Tak. Короче, shunaqa gaplarda do'stlar, 0.25 beradi har soatda kapcha terganimiz uchun. Hozir qo'shiladi bu. Просто zagruska qilib qoldi. Tab 0 beraveramiz. Mana qo'shildi. Tab 0 beraverganimizdan keyin qo'shildi. Balansimiz o'zgardi jigarlar. Yana 59 minutdan keyin kirib, yana bir marta olsam bo'ladi. Xo'p, endi shu yerda savol tug'iladi. Xo'p, faqat kapcha teramizmi? Boshqa pul ishlash yo'li yo'qmi degan savolga do'stlar, bu yerda masalan xohlasak depozit qilib turib, masalan depozit degan joylari bor. Xohlasak depozit qilib turib, mana bu o'yinlarni o'ynab turib pul ishlasak ham bo'ladi. Buni hamma ham ishlayolmaydi, lekin qo'ldan kelgani albatta ishlaydi. Keyin shu yerda aytishlar mumkin. Masalan, men o'yin o'ynab faqat yutqizayapman yoki bo'lmasa o'yin o'ynab ishlay olmayman, men bilmayman deganlar uchun yana bitta variantini aytib o'tib ketaman. Biz shunchaki urun ko'tarishga o'yin o'ynaymiz do'stlar. Chunki o'yin o'ynamasak urunimiz ko'tarilmaydi. Faqatgina urun ko'tarish uchun o'yin o'ynaymiz va undan keyin urunimizni ko'tarib olganimizdan keyin faqatgina kapcha tersak, bizga kapcha terganimiz uchun normal summa beradi. Masalan, 6-urunga chiqib borsak, bizga har soatda bitta tron beradi jigarlar, kapcha terganimiz uchun. Bu ikkinchi varianti tamom do'stlar. Keyin shu yerda aytishlar mumkin, urunni qanday qilib tez ko'tarsak bo'ladi deb. Urunni tez ko'tarish uchun do'stlar, meni Telegram kanalimga kirasizlar va 12-may kuni urun ko'tarish to'g'risida videorolik tashlaganman. O'sha videorolikni bitta ko'rasizlar, o'sha videorolikka qarab urunlarni ko'tarib olasizlar jigarlar. Endi mana bu yerga kiramiz va Withdraw degan joyga kiramiz. Pul chiqarish joyi do'stlar bu. Pul chiqarish joyi minimalka 15 ta tron jigarlar. Xo'p, pastroqqa tushamiz. E'tibor beringizlar, 16 kun oldin men 500 ta tron chiqargan ekanman Faucet Pay'ga. 16 kun oldin chiqarganman. Undan oldin 600 ta chiqarganman, 800 ta, 500 ta, 500 ta, 500 ta, короче do'stlar, juda ham ko'p pul chiqarganman. Aytib o'tganimdek, hozirgi pul chiqarishimiz bu 55-marotaba pul chiqarishim bo'ladi jigarlar. Vash konkretni ketyapti, saytlarga ko'z tegmasin. Xo'p, birinchisiga mana birinchi joyga tron adresimizni yozishimiz kerak. Tron adresni yozish uchun hozir men mana bu Faucet Pay kashlovimga kiraman do'stlar. Tak, Faucet Pay kashlovimga kirib tron adresni ko'proq qilib kelamiz. Xo'p, mana bu eng odamchani bosamiz va deposit degan joyning ustiga bosamiz. Undan keyin pastroqqa tushamiz. Mayda tron turibdi do'stlar, balansim 0, e'tibor bergan bo'lsalaringiz. 3 ta nuqtachani bosamiz va depozitni bosamiz. Undan keyin bizda adresimiz turibdi mana bu yerda. Eng chekada mana bu ustiga bitta bossak ko'proq bo'ladi. Undan keyin qaytamiz va saytga kiramiz. Bosib turamiz, Withdraw bosamiz. Keyin ikkinchisiga summani yozamiz. Summa do'stlar 1000 ta tron chiqaramiz. 1000 ta bo'lish, короче, 2 qo'yaman, чтобы mana bu komissiya oladi do'stlar. 1000 ta tron tochni balansimga tushib keladi do'stlar. Так что kapchani teramiz. Keyin Withdraw degan yozuv ustiga bosamiz do'stlar. Tak, pul chiqarishga qo'yildi, xudo xolasa mana. Tak, pul chiqarishga qo'yildi. Xudo xolasa pul tushib kelishi bilan albatta men chekini xudo xolasa Telegram kanalimga tashlayman do'stlar. Shuning uchun Telegram kanalimga albatta obuna bo'lib qo'yingizlar. $272 pul bo'ladi ekan. Yaxshi, bu yomon emas jigarlar. Ash konkretni degani. Shunaqa gaplar jigarlar. Xo'p, keyin yana qanday ma'lumot berishim mumkin do'stlar bu sayt to'g'risida? Menimcha hamma gapni aytib o'tdim. Kim ro'yxatdan o'tishni bilmasa, mabodo bundan oldingi videoroliklarni ko'rsalaringiz, men bu saytda juda ham ko'p videorolik qilganman va o'sha videoroliklarda ro'yxatdan o'tishni ham ko'rsatib o'tganman jigarlar. O'shani bitta ko'rib olasizlar yoki bo'lmasa Telegramdan yozsalaringiz, albatta javob beraman, yordam beraman, harakat qilaman javob berishga, yordam beraman, конечно, ro'yxatdan o'tishni bilmaganlar uchun. Так что shunaqa gaplar jigarlar. Gazni bosamiz, to'xtash yo'q jigarlar. Polni period deydi. Bizda to'xtash degan narsa yo'q. Faqatgina harakat qilamiz. Ishlaymiz, telefonda ham ishlaymiz, boshqa ish ham qilaveramiz. Faqat to'xtash bo'lmash kerak. Harakat qilish kerak. Tamom jigarlar. Hammaga omad, sog' bo'linglar.